Ulug'bek aka, mana siz nazoratchisiz. Skripka kaliti bilan bas kalitida nota yozuvini tez o'zlashtirish uchun o'quvchilarga nima tavsiyalar bera olasiz? Qarang. Ikkala kalitga ham bittadan yordamchi chiziq yozib olsak, birinchi chiziq yuqoridan va pastdan. Demak, ikkala nota aynan bitta birinchi oktava do. Do notasi. Endi 1 2 3. 3 ta yuqoriga, 1 2 3. 3 ta pastga harakat qilsak, yana do notasi hosil bo'ladi. Endi skripka kalitida ikkita yuqoridan yordamchi chiziq chizib, yana do notasi hosil bo'ladi. Bas kalitida ham ikkita yordamchi chiziqda do. Demak, bunda birdaniga 1 2 3 4 5 ta, ya'ni katta, kichik, birinchi, ikkinchi, uchinchi oktavalarda birdaniga ko'rishimiz mumkin.